qo'yilgan eng asosiy maqsad mana shu oilalarni mustahkamligini barqarorligini ushlab turishda oqila ayollar harakatini o'rni beqiyosligini mana shu forum jarayonida ko'rsatib berdi. Shuning uchun biz kuni kecha Qashqar mahallasida o'tkazdik. Har bitta mahalladan 10tadan oqila ayollarimiz keldi. Juda chiroyli bo'ldi. Yil davomida oilalarning mustahkamligida o'zini jonini fido qilgan oqila ayollarimizni chiroyli taqdirladik. To'g'ri, inson bir narsa uchun mehnat qilmaydi. Bizni ortimizda tuman turibdi, tumanning sha'ni, sharafi turibdi. Shuning uchun mehnat qilamiz, lekin baribir ozgina bo'lsa ham o'sha ayolning qilgan mehnatiga ozgina e'tirof etilishi ham bu maqsadga muvofiq deb bilaman. Bugungi kunda Quva tumanida oila va xotin-qizlar bo'limi boshlig'i Matlubaxon Xolmatova boshchiligida tuman oqila ayollar harakati a'zolari, faxriy onaxonlar, mehnat faxriylari ishtirokida o'tkazilgan oila mustahkamligida oqila ayollar harakatining roli mavzusida o'tkazilgan forumdan ko'zlangan maqsad tumanda oilalarda sodir bo'layotgan oilaviy ajrimlarni oldini olish, erta nikoh, qarindoshlik nikohlarini oldini olish maqsadi qilib qo'yilgan. Yana bu forumdan ko'zlangan maqsad nikohlanuvchi yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash, oilada ota-onalik mas'uliyatini his qildirish, ta'lim muassasalari bilan hamkorlikda yuqori sinf o'quvchi qizlarni tarbiyalari bilan alohida shug'ullanish, ularni ota-onalari bilan suhbatlar o'tkazib, oilalarda erta turmushlarni oldini olish maqsad qilib qo'yilgan. O'ylaymanki, bugungi forumda ko'rilgan masalalar, bildirilgan fikrlar natijasida ushbu maqsadlarga yil davomida erishamiz. Albatta, yurtboshimizni biz oqila ayollarga bildirgan ishonchlarini yil mobaynida oqlashga harakat qilamiz. Murojaatda ham hamma narsa qamrab olinibdi. Bu yerda o'sha ijtimoiy muhitni barqarorlashtirish, oilaviy ajrimlarga yo'l qo'ymaslik va hokazo hamma mavzular bor. Siz bilan bizga tanish mavzular. Endi bitta ma'ni iltimosim shuki, hammamiz ham mardan boshlab pastroqlar, notiboqon, siz ayollar hammamiz bir bo'lmasak, muammolarni o'z-o'zidan hal qila olmaymiz ma'lumotman. Har bitta maktabimizda shunaqa qizlar bor-da. Qizlarni olib kelayotgan holatiga odam qo'rqadi. Telefondan chiqayotgan narsalarga qo'rqadi. Ko'tarib kelyapti telefonlarini, birini nomiga biri ochyapti-da, rasmini qo'yib turib. Chiqarib yuboryapti. Forumdan ko'zlangan maqsad mahallalarda, ta'lim muassasalarida, mehnat jamoalarida xotin-qizlar rolini oshirish, oilalar mustahkamligini barqarorlashtirish, oilalarda ma'naviy axloqiy qadriyatlarni mujassamlashtirish, shaxslararo munosabatlarni yo'lga qo'yish, oilalarda sog'lom turmush tarzini targ'ib etish borasida alohida masalalar ko'rib chiqilib, oqila ayollar o'zaro shu maqsadlarni o'zlariga maqsad qilib qo'yib, o'zaro reja tuzib olindi.